2 yilga aloqalardan keyin biz turmush qurishga qaror qildik. Men erkin munosabatlar tarafdoriman, shu qatori turmush o'rtog'iman. Bizga 2 yilga erkin munosabatlar nima berdi? Bir-birimizni tushunishi, qo'llab-quvvatlashi, hech qanaqa senga u mumkin emas, senga bu mumkin emas degan shartlarsiz bir-birimizni o'rgandik. Biz bir-birimizga mos ekanligimizni bilgandan keyin ota-onalarimizni tanishtirishga qaror qildik. Turmush o'rtog'im ota-onalari O'zbekistonga mehmonga, ya'ni ota-onam bilan tanishgani kelishdi. Ularni O'zbekiston bo'ylab sayohat qildirib, o'zbek milliy taomlari va go'zal manzaralari bilan tanishtirdik. Men ham ularni davlati bilan tanishishim uchun meni mehmonga o'z davlatlariga taklif qilishdi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra o'zim yolg'iz borishimga to'g'ri keldi. Men tavakkal ish qilishni yaxshi ko'raman. Qilmasdan afsuslangandan ko'ra qilib turib afsuslangan yaxshiroq. Yetib borganimdan keyin eng birinchi ish qarindoshlar bilan uchrashish uchun mos kiyim tanlash bo'ldi. Men tanishishdan oldin boshida juda ham hayajonlangandim. Lekin o'ylaganimdan ham yaxshiroq oila bo'lgani uchun ko'nglim to'ldi. Boshida dengiz ovqatlariga ko'nikishim biroz qiyin bo'ldi. Turli xil turdagi taomlarni tatib ko'rdim. Birinchi va oxirgi marta qaynona-qaynatamga ovqat pishirib berdim. Turmush o'rtog'im har kuni meni o'z davlati bilan tanishtirish uchun turli xil joylarga sayohatga olib bordilar. Turmush o'rtog'im juda ham ko'p harakat qilganlar. Ularning davlati menga yoqishi uchun. Men birinchi marotaba kelganim uchun meni til bilish darajam yaxshi bo'lmagan. Shuning uchun qaynona-qaynatam va boshqa qarindoshlarimiz bilan muloqot qilish ozgina menga qiyin bo'lgan. Lekin meni turmush o'rtog'im o'zbek tilini yaxshi bilgani uchun bizga tarjimonlik qilganlar. Qaynona-qaynatam esa meni til bilmasligimga qaramasdan, chet ellik bo'lishimga qaramasdan meni juda ham yaxshi qabul qilishgan. Keyin nima bo'lganini davomini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlardan like va repost kutib qolaman. Rahmat.